Bizga shu paytgacha ustozlarimiz, juda ko'p masterlar, juda ham ko'p psixologlar bitta narsani o'zingizda bitta yaxshi odatni shakllantirishingiz uchun 21 kun, 40 kun yoki 90 kun yetarli deb o'rgatib kelishdi. Lekin aslida bu raqamlar 266 kunni tashkil qiladi. Siz o'zingizda yaxshi odatlarni shakllantirgan paytingizda sizni sog'lom va go'zal hayot quchoq ochib kutib oladi. Biza yaxshi odatni shakllantirishimiz uchun biza uni kamida 266 kun takrorlashimiz kerak bo'ladi. Biz yangi programma ishlab chiqdik va bu programmaga ko'ra, bu dasturga ko'ra siz bilan har kun yangi dars o'tamiz, yangitdan suhbatlashamiz. Siz bilan har kuni alohida vazifalar ishlaymiz. Sizga nima vazifa buyursak, shuni biz o'zimiz ham bajaramiz. Kim biz bilan 266 kun birga bo'lishni xohlasa, kim biz bilan 266 kun mobaynida shu programmada, mana shu dasturda, mana shu darsda ishtirok etishni xohlasa, bizga albatta 266 raqamini yozib qoldiring. Va bu darsda nimalar bo'ladi? Siz shaxsiy rivojlangan paytingizda, o'zingizni odatlaringizni go'zallashtirgan paytingizda avtomatik ravishda taqdiringizga ta'sir qilasiz. Avtomatik ravishda tevarak atrofingizga ta'sir qilasiz. Ya'ni ichki olamni go'zallashtirib boshlagan paytingizda sog'liqli hayot, ya'ni sog'lom hayot, barakali hayot, farovon hayotga erishamiz ekan. Hamma narsa bizning odatlarimizga bog'liq. Qizlar, sizni kutib qolaman. Sizda pul muammosi bo'lsa, baraka muammosi bo'lsa, sog'liq muammosi bo'lsa, farzand va oila muammosi bo'lsa, albatta biz bilan birga bu darsda qatnashing.